Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Biz aldanqı qatimliq derslerimizde musahadaki muhim tut atalgı ve tut atalgı münasebetlik beş badani basqoch ideologiyanınki şekilleniş ki asas oladigan basqoch ideologiya. Anlakin ideologiyanın ki bizning amaliy ko'rinishimizdagi ifodalanishi, undan keyin shunga yarasha vaziyatga yarasha strategiya, undan keyin shu strategiyaningki amaliy maydonda tatbiqlanishi, undan keyin shunga munosabatlik ba'zi bizga to'salg'u bo'ladigan xato tushunchalarni ustiga olib qolgan ba'zi bir so'zlar bor. Uni ko'rib o'tdik. Undan keyin rehberde buluşqa tegishlik şartlarni 3 şart asosida ko'rib o'tgan bo'ldik. Birisi rehberde ishning beshidan oxirigacha hamma bosqichlarini to'liq o'z ichiga olgan bir ru'ya dedi arabchada. Biz buni normal plan emas, keng ko'lamli plan, nishonni o'z ichiga olgan plan deb tarjima qildik. Undan keyin izchillik, iltizom, zodi mushu o'zining ru'yasiga boshdan oxir sodiq bo'lish, ching turish, chekinmaslik, uzluksiz davom qilish dedik. Undan keyin rahbarda bo'lishga tegishlik, lider bo'lishga tegishlik tug'ma qobiliyat, ya'ni rahbarlik qobiliyati. Buni tug'ma deb qo'shib qo'ydik, chunki bu xil qobiliyatlar ko'p vaqtda keyin o'qib yetiladi, ammo asosiy qismi o'qib yetilishdan bakroq shu kishining mijoz xarakterida bakroq ifodalangan bo'lg'achqa shunday deb o'tdik. Endi yana shu kitobning asosiy mazmuniga kirmadik qarindoshlar. Batninki o'ng taraf ustiga qarasanglar tamhidda biz gapning rasmiy postkalasiga kelmadik. Hozircha biz muqaddimada tamhidda shu temalarning birisi bu planninki utuq qazanishninki shartlari, talablari. Mustalzamat najah al-mashru'. Yani ma'rundaki sizib ko'rsatay. Mustalzamat talab, shartlari degan ma'noda. Yani bu planninki amalga oshishninki utuq qazanishninki nimalari, talablari. Davamlaştıraylan da olsa qarindoshlar, inna nijahal mashru' an-nahdawi murtabitun bi majmu'ati qadaya. Yani bu gülleniş xarakteridagi, uyg'unish xarakteridagi planning utuq qazanishi bir bölük meselelerge bog'liq. Murtabitun bog'liq, majmu'ati qadaya bir bölük meseleler. Birincisi, bu bir bölük meselelerinin birincisi prinsipni to'liq egallash. Yani biz ilgirki derslerimizde mence tushundik prinsipning nima ekanligini. Asoslanadigan, tayinadigan muqaddas nas, yani ideya asosi, undan keyin ideya, undan keyin bosh oxirisi ini qo'ygan bir plan dedik ya. Mushuni zaten tamamen egallash kerak. Plan yaxshi egallanmasa biz qaysi kun azroq deb o'tgandek yo'lning o'tirisida ikkiladigan, o'zining ketayotgan yo'lidan, qilayotgan harakatdan shubhilanadigan, voy bu oxirga chiqamo, voy tangjimo deydigan shaytoniy vasvasalar odamni vayron qiladi. Shunga birinchi muhim nuqta prinsipni tamamen egallash ve bununla işiniş. Meyadaki vel imanu bihi laqı şer'i imanla yetiştiren yapmaz. İşiniş tamamen kalbingdan çıkarıp zaten muşu men tanlagan yol ve tüzgen plan, qana qildigan plan bu. Zaten ahırga çıkadigan plan. Muşu növbetdeki en yaxshi plan. En yaxshısını tanlash kerak, en yaxshısını qilish kerak, en yaxshi yo'lda menish kerak ve şunun en yaxshiligiga işiniş. O'zi ishonmaganga boshqalar ishonmaydi. Bir rehber yoki bir yo'lda mangan adam bu gülleniş, uyg'unish harakatining a'zosi
Özü işenmese etraftaki başkalar işenmeydi. Ve takdir leh ve bunu mölçerleş. Yani işin işte mi? Kargılayıcı işin iş emez. Mölçerlep işin iş. Yani iş ne kıça. Zaten sen sadık oluş diyen nokta mı şu? Rasulluğun en yüksek noktası kılıvatkan işini üzerine düşünüşün ve üzerine işin işin ve başkalarını mı onunla çağırışın. Yani kılıvatkan işim kayısı kademde bugün. Nereden? Bunda xalqni yalğa etib aldaydigan bir ishlar bekçiq siyoset sohasi-chu. Üzerinin kılıvatkan işinin növbətdə aqmas işgənligini bilirsə, amma xalqqa qanchalik chiroyli ko'rsatishga urinsa, dal mushu mag'lubiyatning boshlanışı. Hisobda birinchi masalada 3 tur var ekan. Birisi prinsipni butunlay boshdan oxiri egallash, ikkinchisi bu prinsipga ishonish, uchinchisi buni mo'ljarlash, ya'ni baholash. Mo'ljarlash, baholash. 3 prinsipni ayrım aldığa nokta qo'yib, ayırıp tushuntirib topdir. Davatıda prinsipni egallash deganimiz vel ihata bil mabda. O olsumu keng ko'lamlik bir tasavvurning bo'lishi kallamızda yani. İş nergacha. Ve biz chaqirayotgan şu mabdaga nisbatan, şu prinsipga nisbatan bu uyg'unish sohasida xizmat qilayotquchininki kallasida bunun düşüncesiga, sahalariga nisbatan tamamen kamil bir xaritini bo'lishi kerak. Yani bir qiz xotirlasak, qilayotgan ishingni sen bilishing kerak avval. Sen bilishing kerak o'zingning qilayotgan ishini. Bunda qarg'ulacha, ko'zingni tamib qo'yiblar mangadigan bir ishlar borchu bizda. Ish qilib mangvatimiz ya deb bunda bir. Bu plan bo'lmaydi. Bu birini. İkincisi biz ishinish degan to'q. Ishinish degan nima desa, şu fikirge bil fikrati ve salahiyetiha şu fikir ve şu fikirninki bir yerde salahiyetiga, yani yaraydiganligiga, şu fikrinin yaxshi fikir ekanligiga bunda jazmi bo'lgan bir ishonchning bo'lishi kerak. İman tasdiq bir ma'noda bu yerda. Mujnoq ishlatildi bu yerdagi iman. Yani bu yerdagi maqsad nima desa, mushu gullanish, mushu uyg'onish zaten cho'qim ro'yobga chiqdi. Belki kabile degeni mesela qabul qiludi deb olsanglar qamlashmaydi. Bi anna hadihi nahda bu gullanish, bu uyg'onish qabiliyatu tahaqquq degan gap cho'qim nima chiqadi? Ro'yobga chiqadi. Va annaha va bu ummatga nisbatan bir haq. Bu cho'qim bo'ladi degan bunda bir ideyaninki har bir odamda tamamen shakllanishi. Bu pek muhim nokta. Üçüncüsü bahalash meselesi. Şu fikrini bahalash meselesi qadiyatu taqdirul fikra. Şu fikrini bahalash meselesi la ta'ti bommaydı illa ki şu fikrini başkaları bilen seliştiriş orqali bo'ladi. Çoxum o'zining fikriga bunda mutaassiblarcha esilishga bo'lmaydi qarindoshlar. Çünkü kimligi yo'q o fikr deganing. Fikrning qaysi yaxshi bo'lsa shuni hep menga yurish kerak. To'g'risi shu. Bu alaqa men dedim ya, gullanish harakati iman küfürle münasebeti yoksa bununki. Bu bir saha. Gülünüşün bir uygunuşun dünyada aldığı işin bir kanuniyeti var dünyada. Bu kanuniyetini Müslüman tatbiklasa aldığı uyutudu. Kafir kılıp kafir tatbiklasa aldığı uyutudu. Ben Müslüman'da ben çoğum galbi kılışık deyen gap yok ortada. Ben sizlere neçire depredim bunun kim devamlık deyimi. Uhud uruşuda Peygamber aleyhisselam bağ qo'shin mag'lub bo'ldi. Rasululloh bağ qo'shinning ichida. İnsaniyetning eng yaxshisi, Allohning eng do'sti. Nimishqa qonuniyatga uyg'un kelmagan ahvollar bor. Uhud urushidagi shu bir qatimliq echinishliq ziyondan keyin biz shu signalni oldik. Shu askarchini oldikki, sen kim bo'l? Sen kim bo'l? Deganda qilmasang ishni Allah'ın kanuniyetiga uygun kelmesen, tatbiqlamasan, mag'lub bo'laversan. Ba'zi qarindoshlarimizni qalıqli shunday qilib şu, biz musulmon bo'lgandan keyin bunday qilib, ya unda ish yo'q. Qonuniyat var, talab bor. Talab kuchmasa, bo'lma. Unda bo'lgandan keyin bu qonuniyat o'rtaq bir qonuniyat qarindoshlar. Bu qonuniyatni agar dinsiz kelib, shu qonuniyatni uyg'unlasa, u g'alaba qilaveradi. Biz ba'zilarga bak bir ruhi cihetteki mağlubiyetimiz tüpeyledin mi? Avrupa'nın, Amerika'nın bazı kıvatkan uslup işleri cuma ama akideye baş noktası geçemez. Uslup noktası geçilerine gelip
Mana bunday emasmi deb aytib to'g'ri. Nima desa, biz asli Allah subhanahu va taolo Qur'onning umumiy gavdasini tushungan vaqtimizda tushungan bir prinsip bor. Rasulullohning hayotiga qaragan vaqtimizda oladigan bir prinsip bor. Shu prinsipni biz uyg'unlamay, haq uyg'unlabdi, buga o'rtada natija ko'z oldimizda turibdi. Shu men bir gapni qilib buni sizlarga tushuntirishni tirishayapman. Mayli fikr, mayli uslub, mayli taktika, mayli siyosat hech qaysining imoni yo'q. Bu gapni balkim ba'zilarga sig'masligi mumkin, lekin kallamlarda yapqanlar hamon tushunib qolasizlar. Buni kim yaxshi o'ynay olsa, shu tutdi. Mayna kallamlarda bo'lish kerak. Shuningga har doim qilayotgan ishlarimizning uslub taktikalarini da Türkçe güncellep deb qo'ydi ya, yengilab turish kerak. Selishtirib turish kerak. Zodi mening mengayotgan uslubim, yo'lam, qo'llanayotgan taktikim bugun o'rtaliqqa yaramdi. Bu pek muhim masala. Masalaga bir savdo sohasini bir misollab beraylik. Xususan bizning kasb bo'g'achqa men buni bilaman. Mushu 2008-yillarda balkim aranglarda yaşanla biraz çoğun şu vaxtdaki telefonchilik sohasiga biraz kirgan kishilar bo'lib qolsanglar tushunish mumkin. Aqliy iqtidorli telefon chiqdi bilasizlar, Almadan burunroq nima chiqdi? Android chiqdi. Şu vaqtda telefon sohasida giganit shirkat Nokia edi. Bu ikkisi chiqishning oldida zodi Nokia desa hammaning oldi deydi. Ve bularning o'ziga xos bir sistemi sifatida Symbian deb. Tazi dünyada o'zining hukmronligini surayotgan bir paytda Nokia alma chiqdi, Android chiqdi. Samsung, bugungi Samsung şu vaqtda Nokia bilan teng olanmasini ish qilib oldi keyinda ma'atdi. Bu Samsung bilan Nokia'ning misali bana acayip bir xil nimbir do'liq, Türkçe moral deymiz ya, bir xil ro'y o'zi qurdi. Qana desanglar, menda oldi. Androidni tunji ishlatgan telefon HTC. Shunda Android chiqqan hamolla Samsung darhol masalani tunib yetdi. Bundan keyin baza aqliy iqtidorninki. Mendim deb o'ttasam qaladiganda qilama deb ikkilanmay telefon sistemlarining hammasini Androidga o'zgartiriblam, darhol bazaga tushib, bugun Samsungning kelgan natijasini ko'rsizlar. Nokia qanaqa qildi desanglar, burundan bu sohada gigantdi. Zaten ko'zga ilmaydi birisini. Ikkinchi bir telefonni ko'zga ilmaydi. O'zining maxsus Symbian deb sistemi suvatdi. Almo sistemini o bermaydi, ammo Android sistemisi uch qo'yg'achqa, manbasi uch sistem bo'lg'achqa buni xalagan shirkatlar ishlatalaydi-chu. Ishlatgili unumadi. O'zining sistemini taraqqiy qildiramiz deb o'ngga silkinib baqdi, so'lga silkinib baqdi. Halbuki kajni baza o'shay deganday 3 yilga bormagan vaqt ichida dunyodagi imloq bir shirkat, gigant bir shirkat, monopolchi bir shirkat bazadan süpürülüp tashlandi. Bugun o'rtada Nokia'da bir narsa yo'q. Men buni faqat nima uchun qilyapman desanglar, agar taktikani o'zgartmasa, ahvolga qarab turib, uslubni o'zgartmasa, o'zingning mengayotgan, qo'llanayotgan, ketayotgan uslubingni, zaten mushu muqaddas uslubda deb uning uchun chaplashib olsang, men oldin ola bir gapni deb qo'ydim, uslub, taktikaning iymoni olmaydi. Kim qo'llanayotgan bo'lsin, nega yarasa buluyordu. Bir harbiy taktikadan birisi, onu kim ijod qilgan bo'lsin, har qancha shu eng dushmanimiz ijod qilgan bo'lsa-ma, u taktikaga navbatga unumli taktika o'z aktiv qo'llanish kerak. Uslub. O degan iymon e'tiqoddan aloqasi yo'q uningki. Zaten sen shunda qo'llanmasang, selishtirib turmasang, chataq ashaydi chiqadi. Vayron bo'lganliging aniq. Qap qolganliging aniq, sen kim bo'l? Bak zil nokta. Abdurrahman shu nuqtani davası kerak. Shunkilayli va qadiyatu taqdirul fikrini bahalash masalasi boshqalar bilan selishtirish. Navbatda boshqalar nima ish qilyapti? Qanday uslub qo'llanyapti? Masalan, mana nuqta bek muhim. Va shu fikriningki yuqoriligi, buyukligi boshqalarga qaraganda buning ishonishki har zaman sening qo'llangan taktiking boshqalardan yuqori bo'lishi kerak. Sen boshqalardan tuvan taktika qo'llanib qolsang, tugashgan shu. Endi birdan kelayli. Düşmanımız olan Xitay bilan özümüzning ahvolini solishtirsak, Xitay farzandlarini qanday tarbiyalayapti? Biz qanday tarbiyalayapmiz? Xitay odamlarini qanday yetishtiryapti? Biz
qanday yetishdi. Men bir narsaga so'g'im keladi sizlardan. Navbatda bizni izlayotgan Xitoylar, bizga zulm qilayotgan Xitoylar bir yosh jihatda bizdan 50-60 yosh cho'ngdagi Xitoylarmi, biz bilan yashi o'xshash Xitoylarmi? Şu etrafımızda saqçılar işləyətqan, əsgərlər işləyətqan, bizni buzaq qılayotqan, başlıq qılayotqan Xitoylar, sizə bizning yaşımızdakı Xitoylar. Demək ki, biz tang tug'ilgan. Bir necha yosh farq bilan tang tug'ilgan. Amma uni tarbiyalab, ayna bizni izlayotgan qilib tarbiyalayapti. Biz tarbiyalanib, izlayotgan qilib tarbiyalanibmiz. Bunda qarasa qoldi ba'zi ishlar borchu. Şu ishlarni voy mushu muqaddas ishda voy biz burundan tortib qilib kelgan ishda deb eslayvergan bilan haq o'zining taktikasini o'zgartirib ketaveradi. Bu sohada agar nima o'rinni pasif o'ringa o'chib qolmay desa, aktiv o'rinni saqlayman desa, cho'qqim har doim qilayotgan ishingninki taktikalarini, uslublarini, natijalarini boshqalar bilan solishtirib turishing kerak va yuqori o'rinni har zaman saqlashing kerak. Qachon sening qo'llangan taktika boshqalardan chiqib ketgan, bayram bo'lgani, mag'lub bo'lgani shu. Bilasizmi, hajmi cho'ng masala emas. Ba'zan deyish mumkin, Xitoy yamanchiq debchi. Amaliyotda 40 million Uyg'ur musulmon o'zining uslublarini, mayli tarbiyalash uslubini, iqtisodiy sistemasini, ichidagi siyosiy tashkillanish ahvolini go'zal qila olsa, tetiydi mencha. Chunki o 1 milliard Xitoy degan bilan hammani ko'tarib aklanmaydi. İştigan anda bütün Xitoyni akilib bizga salmaydi. Bizdan uçraşgan tarafi bilan bizdan to'qonishadi. Bizdan uçraşgan tarafi bizdan qarshi mujodilaga o'tadi. Biz o'zimizdan uçraşganlarni qilamiz asli. Unda aloqa 1 milliard Xitoyni qo'limizga olib olmay, shu 40 million Uyg'urga ular ya 80 milyonni akiladi, ya 120 milyonni akiladi. Agar hammani akalsa, u taktik o'qimagan bo'ladi. Makallanligini qo'ysin. Asli yetimiz asli biz shu. Masala o'zimizni favqulodda bitirib qilinmayapmiz. Bak abgalishyapmiz shu. Buna deganlikim o'zimizni tushunganlik emas emas sanoqdoshlar. Men o'zimizning yuksak o'rinda ekanligiga ishonaman, ammo bizdagi riyozlik mavzu. Buni hal qilishning eng birinchi chorasi e'tirof qilish. E'tirof qilmay turib hal qilinmaydi. Bir kasal o'zining kasalligiga ishonmasa, to'g'ri ish qila olmaydi. Operatsiyaga kirgili olmaydi. فكلما كانت الفكرة أكبر قيمة لدى معتنقها qachoniki har vaqtki fikr shu fikrga ishonganlarning qashida qanchalik cho'ng qimmatga ega bo'lgan sira, ya'ni fikr qanchalik go'zal bo'lgan sira ishongan odamni texim ishongisi keltirib qolmasadan, mening bir fikrim bor, har kuni yangilab turman uni. Yani yanılab turman degani manda o'zgartirib turish deganlik emas. Eng yuqori yuksak bir shaklda taraqqiy qildirib turma. Shu vaqtida kanal inson mu'tiyan laha ma yuwafiqu thamanaha wa qiymataha. Shuning pulisi, bahosiga muvofiq keladigan narsani hammani bir deysan. Bu fikr zodi men bu fikrning eng yaxshi uslub ekanligiga ishonsam, g'alaba qilgan fikrligiga ishonsam, men narsani bilmayman uningga. Hozir men bunda do'st birodarlar nima qilib qolsam, paranglashib qolsam, menda bir ahvolni his qilaman-ku. Voy nima ish qilmanda qilmaymiz desa, ay degan bilan bu ishning oyga chiqmaydi. Shunga bak bu ishda oldiga chiqib olsa qolmaydi. Ko'rdingmi? Mushi gap mening mana go'sh quluqim anglag'lik ishki quluqimchu. Balkim aranglardan bo'lishi mumkin. O'zimiz ketayotgan yo'lning oxirgi natijasiga ishonmaymiz. Chunki ishongidek yo'l emas endi. Qilayotgan ishlarimizning hammamizning ko'nglida bir yerlarimiz bilimiz ham uning qanchalik ekanligini. Shuning bilan hech kim u arzimas ishlar uchun badal to'lagisi kelmaydi. Qachon bir ishningki oxirgi chiqadiganligiga ko'z yetsa, mush darsxonda o'tirgan har bir odam uningga hammamizni biladi, jindan tortib, men bilmayman, hammalar bilamiz. Anda olgandan keyin bu yerdagi masala nima desa, ketayotgan yo'lni biz ishlayotgan fikrini yangilash va fikrini eng go'zal fikr holatiga keltirish. Biz qancha ishongan siri bizni texmo ishondiradigan bir holatga kelish. Bu bek muhim narsa. Hadil anasg'ir yuqoridagi bu 3 tur, bu turga har qanday fikr ehtiyoj va har qanday fikr insonda bo'lsin, bu yuqoridagi, yine dedim ya, musulmon kafirlar munosabati yo'q. Qanday bir zulm ostida qolgan bir millat o'zini taraqqiy qildirmoqchi bo'lsa yoki hokimiyat ustidagi millat o'zining hokimiyatini saqlamoqchi bo'lsa, bo'lish tegishlik 3 tane muhim omildan birisi. Anda olgandan keyin buning imoni olmagandan keyin, endi unda imoni va adamliga kelsak buni.
Başqa ideyadagi odamning hammasinin jannat do'zax yo'qchu. Bular faqat dunyodagi natijani deb mang'idi. Ammo musulmonning jannat do'zaxi bor. Musulmon agar mushishlikni qilib badal to'lab kelsa jannatga kiradi. Chunki musulmon uchun dunyo, oxirat hech farq etmas. Mushu nuqtaga kelganimizda bizning bir Turkcha avantajimiz var. Başqalarga qaragan vaqtda bir alohidligimiz var. Taktik jihatda, ishlarga muomala qilish jihatda boshqa millatlardan o'xshash darajaga yetsak, bizning ulardan bir daraja ortiqchiligimiz paydo bo'ldi. Nima desanglar, boshqa millat degani men musulmon emas millat demakchi. Mana iymon kufr millati nuqtasida deyapman. Musulmon emas millatlar dünyadaki neticeni deb turib bir taktikini qo'llandi. Biz aynı taktik, yaxshi taktikini aynısını qo'llangan vaqtimizda bizning oxiratimiz var. Biz qilgan ishimizning natijasiga erishsakda, erishmasakda erishadigan bir mukofotimiz var qiyomatda. Ma tarafi bizning kuchliq chiqadi. Shunda o'tib tur, "Fama baluka iza kanat hazihi al-fikratu an-nahdawiyya." Bu uyg'unish, gullanish fikri İslam bo'lib qolgan vaqtda sencha qanday bo'lar? Fama baluk, sencha qanday? Tabiiyki, buning bir alohidlik tarafi texmi bo'ladi. Sen islomga tayinsa, islom nuqtasidan mangsa, islomning insoniyat dunyosidagi, inson dunyosidagi mavjudligini kuchlantirish uchun tirish qilsa va bu prinsipqa egallashning ahamiyati va shu vaqtida uni qanday qilish baholashning ahamiyatiga qanchalik biriladigan hajm qanchalik, birish hajmi qanchalik bo'ladi. Chunki islom degandan keyin hamma narsamizni ataymiz. Mahaq atrofimizdagi boshqa millatlar o'zining oddiy bir fikr uchun jon beradi. Oddiy bir ming'atgan yo'l uchun jon beradi. Bu yo'lga kirib qaptimi deblam oyog'i yo'q bo'lmasa ularning alaqi o'lib ketsam jannat deydigan gap yo'q, qasam g'oz deydigan gap yo'q. Shuni jon beradi endi. Birisi millatim deb jon beradi, birisi davlatim deb jon beradi. Ammo islom degan nuqtamizda bizning erishadiganimiz bek buyuk o'g'achqa buning ahvolini o'lcha. Demak, bu yerdagi masala bizdagi azroq bir fikr masalasi hal bo'lsa, dunyo musulmonlarining qo'rquvida qarindoshlar. Dunyo musulmonlarining qaytadan uyg'onib qolishini aslo va aslo xohlamaydi. Ma musulmonlar Rasululloh dunyoga kelgandan tortib, Arab yarim orolidan taqab mayli o'tirdik hukumatlar qanchalik almashib kelsin, hele Umayya olsun, Abbasiya olsun, Fatimiya olsun, Selçuk olsun, Memluki, Memalikli olsun, ahirada Osmanlı olsun, qaysi bilan kelsin, musulmon islom dunyosi deb turibmi, dunyoni bosh ko'tarmagan bir sistemchi bu. Bu sistemni yomon tasvir yiqitdi. Biz deb o'tdik ya, 3 cho'ng bekat var. Birisi Peygamber Aleyhisselam'ın zamanındaki uyg'unish, gullanish, tug'ilish bekiti. Yani birisi 1092 yılı mı? Tarix aşında isimli qaptı. Ahli salafning islom dunyosini ig'ir darajada xuritish uchun qilgan hujum bir bekiti. Üçüncüsü Osmanlı'ni yiqitish orqali islom dunyosini bittirgan bir bekat. Bu aran yiqitib ejraha, aran yiqitib uxultib shir bu. İslam dunyosi agar qaytadan o'g'inib ketsa, yana ma dunyo qilmish etmishlarining so'rg'ini berishdan qo'rqadi. Buning uchun qo'ldan kelganini qiladi. Buning da hammasi o'xshash. Sharqdikimi o'xshash, g'arbdikimi o'xshash. Mana nuqtai intayin kallangda bo'lish kerak. Bu bir tarafi. Ya'ni qaytadan kelayli, mashru'ning bu planning amalga utuq qozinishining talablaridan birinchisi bu prinsipni to'liq egallash ve bu prinsipga ishonish ve onu qanaqib turish, baholab turish. Mushu birinchi prinsip. İkinci muhim talep şartlarından birisi. Ve yelzimuke ba'da zalika ma'rifatul masar vel hututul arida allati tetaharraku fihi ameliyetun nahda. Shundan keyin gullanish, uyg'unish xizmati harakat qiladigan kengri yo'l va liniyalarni bilish. Tabii ki bu plandaki tarmak yollar oldu. Taraflar oldu münasebetlik. Her yolunki mağıdığan, turduğan bir urun alıdığan bir yer oldu. Eğer muş noktalar cahide bilinmeye kalsa yollar özara birisi kesişip kalıdı, tokunuşup gidip kalıdı. Mesele çıkıyordu. Şunu da vardı. Bu keng ketken yol ve liniyelerini bilmezden febiduni ma'rifetil mesar vel hututul arida keng ketken yol ve musafirlerini bilmezden hareket kılış qiyin oldu. İslam sahasida xizmat qatqanlarning ko'pinchisi del gullanish, uyg'unish, harakat qiladigan yo'lni, masofani bilmaydi ve bu harakatning talablarini bilmaydi ve bittali neticede
Lineali o'zaro kesishib qoladi, saplar to'qinishib qoladi, tirishchiliklar zayoq ketib qoladi. Bu biz jiq ko'rgan, jiq ushurgan ahvolimizdan birisi. Endi buni texmi yangi atalg'i bilan desak, ikkinchisi protokolni aniq bilish degan gap. Ya'ni har bir odam o'zining vazifasi, har bir yo'lning boshlanadigan, oxirlashadigan nuqtasi, A yo'l B yo'liga kelmaslik kerak, B yo'l C yo'liga kelmaslik kerak. Har yo'l o'z yo'lida menish kerak. Mush nuqtalar hammadan kalsa aniq olsa, hech kim bilan to'qinishmaydi, qarish gap qilmaydi, o'zining vazifasini ado qiladigan bir nuqtada o'rtaqlashadi. Üçüncüsü planның amalga eshishiningki, muvaffaqiyatininki shartlarining üçüncüsü uzluksiz taraqqiy qilish plani. Bu uzluksiz taraqqiy qilish plani deganimiz mayli bu islomiy gullanish sohasida olsun yoki tijoriy sohada olsun yoki boshqa har qanday sohada olsun, zodi ketak bo'lmaydigan bir nuqta. Agar mush ish bo'lmasa har qanday odam ziyon tortadi, har qanday bir tijorat ziyon tortadi. Yani sen bir ticaretini başladın, başlagan vaqtda o'tda qizg'inlik bilan boshlaysa, bir zaman aqidi, gullanadi, pul topganda qilib tijoratning gapini qilib misol qilyapman sizlarga. Sen shunga qanoat qilib o'tiraversan, kunlarning birida ko'zingni ochsa, senikidan ilg'or qilib yana bir oshxona ochiladi, oshpaz bo'lib qolsan. Yoki yana bir zavod ochiladi, sen zavodchi bo'lib qolsan. Yoki yana bir uskunning birisi yasaladi, agar sen uskun sotadigan odam bo'lib qolsan. Şu özlüksiz taraqqiy qilish kerak. Har kun o'ylash kerak. Hatto bir guruhni maxsus yangilik uchun qo'yish kerak ayrim. İslomiy plan model mush narsa. Sen bir yo'lda mangding. 15 yil qarasa shunda qilding, bugunmi shu. 15 yil qarasa, yana shu qiladigan ishingning aynisi bugun 2005-yil qilayotgan ishingning aynisi 2020-yilning o'zini qilyapsa. Maash taraqqiy qilmaydi. Bu gullanish unda bo'lmaydi. ففكرة النهضة ومشروعها bir qarindishimiz ekranga chiqarib tashlabdi, kitob chiqayotganda savoldaşlar, men kitobni ekranda chiqyotdi deb o'ylab so'zlayverdim. Men ekranga chiqib qo'yganlik zaten kitobni. Ha, chiqyotdi. Qarindishimiz qayta kirisi bo'ldi, chiqib kirisi bo'ldi. Chunki uyg'unish fikri va uyg'unish plani unda cansız camit, cimcit, hayatlık yok bir hizmet demez o. Hayatlık yok bir hizmet demez. Belki o insan aklı ile üzlüksiz bir maslaşış ki üzlüksiz terakki kıldırışa ihtiyacı var. Her zaman terakki kıldırmaz. Keslençikning qo'rquga o'xshatsak bo'ladi. Keslençikning qo'rqi her gün üst turadi. Üzlükler seni üzüdü. Bu hizmet kengiyiş gerek. Üzlüksiz. Kengiyiş vayğiyası tomniş gerek. Qililiş gerek. Başka şekilde hizmet oluş gerek. Lekin bir xil şekilde hizmet olmaydı. Ve fi kulli fetratin minel fetrat her bir devrede fi kulli fetratin minel fetrat her bir devrede uyg'unish xarakterlik İslam hitabı o'zining mantiqisida işiltadigan so'zlarida ve merkezleşiş rayonlarida bir yenilaştırışqa ihtiyacı var. Nimişqa? Şaraitlarning o'zgarish sababidan, ahvollarning o'zgarish sababidan, ko'ngil bo'lishlarning o'zgarish sababidan. Qachon qarasa 20 yil ilgari qilgan bir suhbat temasi ishiltayotgan so'z degan so'zdan o'xshash hech qanday farq yo'q. Bo'lmaydi bu. Mushu xitobul islomiy. Mushu gapni tushunib olmoq yomon taslab qoldi. Söz modosun degan gap emas shu bunda. Atalg'u yangi olsun degan gap emas. Gapning bir yuritilmasi, qaritilmasi, xalqni yetaklash nuqtasi. Bugun xalq nimaga ehtiyoj bo'lsa, bir tahorat to'g'riliq bir so'zmakchi bo'lgan odammi, tahoratning umumiy gapning yo'linishini shu tarafga qarab qila oladi. Ma xitobul islomiy degan shu. Yana shundaqla kamchilik taraflarini hal qilish va buni taqash ihtiyacı var. İnsanın mutlaka kemçilik buludu. Lekin muhimi bunu itiş. Çünkü la yumkin eyyedda'i mudda'i minel beşer insanın içindeki erkanda bir dava qiluvchi o'zining bir fikirga ega bo'lganligini, bu fikrining oldi keyindan batil kelmaydiganligi, ya'ni demakchi bo'lgan mutlaq mukammal fikirga ega fadalika amrun mustahil. Bunda dava qila olishi bu mumkin emas. Shunga boshqa insonda kamchilik bo'ladi. İş kichikdan boshlanadi, kamchilik bilan boshlanadi.
Ondan keyin buni uzluksiz taraqqiy qildirib turish kerak, uzluksiz yangilab turish kerak, kamchiliklarni to'liqlab turish kerak. Qachon men mukammallashdim deganning atisi sening yiqilishingning birinchi qadamini olgan bo'lsa. Shunga uzluksiz taraqqiy qildirish xizmati zaruriya, daruriya. Bak muhim narsa bu. Bir narsa. Şun Qur'on-i Kerimde bunda bir ayet var. Allah subhanahu va taala ölüm bilan hayotlikning kimi bir o'xshash darajadagi ikki maxluq ekanligini bayon qilib, allazi xalaqal mauta val hayata. Mushu gapdan bak ajoyib ta'sirlanmanchi. Allah ölümni yarattı, hayotlikni yaratdı. Demek hayotlik mu Allah'ның bir maxluqi? Ölüm mu Allah'ның bir maxluqi? Biz Allah'ның maxluqidan maxluqiga ketimiz. Allah yaratgan hayotda yaşayapmiz, Allah yaratgan ölümge ketimiz. Endi bu bir xil davr almashtirish. Ma dunyodan o dunyoga o'tkilish nima uchun desa, liyabluwakum ayyukum ahsanu. Sizlarning qaysinglar eng yaxshi ish qiladi. Ya'niki ahsan ifodasi har doim raqobat, har doim oldiga ilgirilash, har doim eng go'zal nuqtaga qarab intilish ifodasini bizga beralaydi ma oyatdan. Yani fe in kana amalu fardin hasanan. Qanday bir shaxsningki ishi bugun yaxshi bo'lsa, yoki bugun eng yaxshi bo'lsa, cho'qim yana bir shaxs kelish kerakki, uni yaxshi qiladigan. Bunda raqobat bo'lish kerak. Am bizning raqobatimiz kim bilan bilamizlar? Bizdan qarshilayotgan dushman bilan. Biz bir ishni qilamiz, dushman bunga qarab uni yaxshirog'ini qiladi. Biz daha uni yaxshisini qilishimiz kerak. Bir qurolni yasash kerak, dushman undan bakroq yaxshi qurolni yasasa, biz undan yaxshisini yasash kerak. Mana hakada va mujnunga o'xshash tastamirru amaliyatu tatwir al-mustamir. Uzluksiz taraqqiy qildirish xizmati mashda davomlashadi. Qarindoshlar bir gapimday. Mening eng ishim pushlig'iga nima desanglar? Dushmanlar mayli iqtisod, ma'arif, hamma sohasini uzluksiz taraqqiy qildirib ketdi. 90-yillarda millat xarakterlik saviyamiz yoki 80-yillarda uldan yuqurdi. Aqallisi men biladigan sohadan birisi kompyuter sohasida 90-yillarda kompyuterda DOS ishlatdi, Windows'da o'rtaga chiqmagan vaqt DOS muhitida Uyg'urcha, bizning hozir ishlatayotgan koni yoziqdagi Uyg'urcha DOS muhitiga kirib bo'lgan. Mening mush ishki ko'zam bilan shu vaqtlarda yozilgan DOS muhitidagi Uyg'urchani men ko'rakligim ishki ko'zam. Ammo Xitoyning xatlari da o vaqtda bak ravon kirib bo'lgan. Endi ahvol shunday shu vaqtdagi ahvol. Keyingi vaqtlardagi o'zgarishlarni demasam bilasizlar. Bu nima desa, cho'qim biz raqobat yashayapmiz. 1 minutmi to'xtab qolish qo'ymaydi. 1 minutmi paslab har zaman kuzatib turish kerak. Dushman bizni shunday yaxshisini qildimi, undan daha qanday yaxshisini qilish kerak. Mana davomlash kerak. Neden desa, islomiy tushunchaning ichidan mushu muhim bo'lgan ma'no va buyuk bo'lgan ma'no orasidan davomlashtirish kerak ki bizga muhim bo'lgan buyuk bo'lgan bu ma'no qaysi? Ayyukum ahsanu amala. Cho'qim bu yerda bir silishtirish bo'lish kerak. Ayyukum. Qani kim yaxshi da'vat etadigan oyat Qur'on? Kim texim yaxshi da'vat etadi oyati? Mana bu asosliq buyuk nishon. Qachoniki bu yerda bir yaxshi ishimiz o'rtaga chiqadi ekan, Ka'anna hunaka xuddi bu yaxshi ishdan mu yaxshiroq bir ish bordek. Ya'ni bir odam bundan yaxshi ishni qiladigan bir odam keladigandek. Hayotning taraqqiyoti mashta bo'ladi. Agarda tatatawwarul hayot va mashta ilgirlaydi-ki tataqaddam. Shunga men yaxshi qildim deb qarab o'tirsang, ayt o'g'in ko'rsa sen yaxshi qildiganlar chiqadi. Kundalik hayotimizmi ko'ryapmiz biz. Bir ishni yaxshi qildik deb amnimda qarab o'tirsak, aytsa o'g'insa undan abduraq birisi chiqadi. Shunga uzangni qo'yvasan hayoti mag'lub bo'lsa. Shunda qarasak, kishilarimizning kelaqi turib bir zamonlar mush artistlar qarab baqinglar, artistlar misol qilishga majbur bo'lib qoldi. Bir artist chiqadi, bir zamonlar xalqni kuldirib, xalqning hammasini o'ziga qaratadi. Necha yil uzoq davomlashmaydi, 4-5 yildan keyin harom tutam, yana birisi chiqib undan xalqni tatib oladi tomoshabinlarini. Misal uchun da'vatim bu gapni. Mana shunda. Agar hayotda her zaman oldi turman desang, her gün yengilishing kerak o'zingni, her gün yangilik izlashing kerak, her gün oldiga ustiga qarashing kerak ki o'zingga qanoat qilib qolganning atisi kunlarning birida ko'zingni ochsa, qolsa bir yerda sabta bu nuqul kishilar orasidagi
bir raqobat izlanish gilam emas, düşman bilan biz o'tirimizdagi mu eng cho'ng raqobat, eng cho'ng taraqqiy qilish xizmati bo'lish kerak bu. Abtur gülün üçün maçta bir atmosfera şekilleniş kerak dedim. Maçta atmosfera. Dördüncüsü mühim utuq kazanışının şartlarından birisi kengaş ve munasaha özara kuyunish doirasida qanday qilish kengaytirish. Şu munasaha degan gapni kuyinishda tarjima qilsam biroz ulug' chiqib qoldi shu bu gap. Yani men biroz bu yerdan kengroq ma'no oldim qarindoshlar. Ama gapni tushuntirishdan ilgari bana bir gapni dey sizlarga. Aramızdan kim başlayıp bir işini başlasa, bir yerde başlayan adamda ve onun karşısındaki başka adamda da mada bir xil o'xshash ahvol ko'riladi. Başlayan adam bu ishni o'zining shaxsiy ishidek davranadi, muomala qiladi. Da sirtkilarmi bu ishni o'zining ishi emasdek qanday qiladi, muomala qiladi. Müşaheden mesele kelib chiqadi. Bu bir İslami hareket, bu bir dini hareket, dini plan. Bunun da şahsi menfaat yok, Doğandakin bu işninki uççini, muşu işqi samimi, sadık olgan, bunda menfaat perestlerine yakın ekenmesi gerek tabi. İş buzduğallar yakın ekenmesi gerek ama yüzden dinine sadık, dininin menfaatini kötülüğün kişilerine bir uççunu tutkuzuş gerek bu işler için. Ben bir iş başlagan bolsam, muşu işqi layık, sadık adamdan bolsa işinin tarafını tan tutkuzuş gerek karşı tarafga. İki olsa ikinin koluğa, üç olsa üçünün koluğa, dört olsa dörtünün koluğa. Ve her adamga bu işni şunun özünün işi şekil derecesiga apara alışımız gerek. Şunda tuygu derecesiga. Andan keyin karşı taraf qanday qiladi? Bu ishga nisbatan munasaha bo'ladi. Munasaha degan mushtan narsa. Men bu ishni uning ishi qatorida, mening ishim qatorida ko'ra olsam ve karşı tarafını bu işni özünün işi qatorida ko'ra olsa, xuddi kishi özünün ishiga qanday kuyangan bo'lsa, özünün ishi uchun qanday chapqan bo'lsa, özünün ishi uchun qanday samimiy bo'lgan bo'lsa, bu ish uchunmi shunday samimiy bo'lish. Bu nimalar bo'ladi desanglar, shura. Her ishni. Chunki bir ishning uchini bir odamning qo'lida emas, yepi bir necha odamning qo'lida bo'lgandan keyin, mush ishga loyiq bo'lgan odamning qo'lida bo'lgandan keyin hammasi bu ishga özümnin işi deb turup ko'ngildagi fikrini o'tirg'a tashlaydi. Shuning bilan bu yerda bir shura shakllanadi. O'rtaqlik shakllanadi. Ish mustahkam ma'noda. O'rindiqning 4 parchaqi bo'g'inga o'xshash. Ve ya'taqidu kathiruna anna da'irat at-tanzimat wal ahzab al-munghaliqa. Ko'pincha kishilar shunday o'ylaydi ki, tashkilotlar va yepiq partiyalarning doiralari demek çoğunun birden bir teşkilatı birini kurdu. Üzerine etrafındaki birkaç adamla bunun gibi topladı. Bir partiyenin birini kurdu. Her yediğin bir adamla birini topladı. Munğalika yepik ki sırtqa içilmedi. Sırtqa içilmedi degeni yani bu teşkilat hususi teşkilat olup kaldı. Muşu İslami planını terakki kılırıq yeterlik deb oylaydı. Köpünç adamının xiyali muşu. Ve şunda bu oldu. Bizim aramızda şunda bu oldu. Hiç qanday içilgan bir teşkilat iş yok. وبما أن المشروع الإسلامي yani İslam planı meşru'i hacmi çoğun teklifatı büyük boğallık sebeplik bimadaki ben sebeplik bu plan çoğun bunu umumüzlük üzerine tirişçallığı cemaatleri, teşkilatları, hükümetleri, partiyaları, şahsları veren umumüzlük kılış mümkün. En takum degan gap bunu kılaliş la yumkin illa mümkün. Şuna oğantılam kılalaydı bunu. Ve bittali ondan başka şuranın dairesi kengiyiş gerek. Munasaha, özara kuyuniş, samimi sadaqatın dairesi kengiyiş gerek. Bunun nasihat kılış. Nimiş dese gönlünüş işiğa İslam cemiyetleri de köngül bildiği Allah'ın hemmesine özü geliş için ki hiç kimle çetki kalkmazsın, dona iksa ve hiç kimle çeklep koymazsın, hiç kimle kıstamazsın, mezhepleri sebeplik, grupları sebeplik, cemaatleri sebeplik, partiyaları sebeplik, okşamagan göz kulaşları sebeplik. Hemmeden ne özüge eliş gerek. Çünkü İslam hemmesinden çoğun. İslam'ın gemi hemen özüge alıdı, hemmeden mühim, hemmeden nemo büyük. Bu nokta bizde eminleşmeklik ve eminleşme vatıdı ve bundan kilmo eminleşmeslik Hudayım'ın özüge armağan etti.
Demek İslami planınki huquq qazanışıga keterlik bo'lgan şartlardan 4 şartni o'qib o'tdik. O'ylasak, zodi birisi-birisidan muhim şartlar. Abdur bir narsadan xulosalabdi, bir abzaslan o'qib o'tayli. Meselenin xulosasi Allah subhanahu va taoloning Asr suresidagi tuvandagi oyatlaridir. Vel asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihat va tawasaw bil haqq va tawasaw bis sabr. Mening alaqa sura Asrga nisbatan boshqacharoq bir tushuncam bor. Endi men hozir uningga munosabatsiz o'g'achqa uni kimki bir munosabatlik vaqtlar qo'yib qo'y, lekin Abdurqanday tushundirdi zaman mana tushundirdik. Har qanday bir islomiy plan yahtoj, har qanday fikrga o'xshash shu planga ishonishga ehtiyoji bor. Avval ishonish kerak. Illallazina amanu. Ki imanen cazimen qatiyan. Hech qanday shak, hech qanday ta'vilga ehtimol kelmaydigan jazm bir şekilde ishonishing kerak. Alloh subhanahu va taolodan kelgan haq, buning uchun xizmat qilish vojib degan shaklda. Mana bu iman faqat shu fikrini to'liq tunib yetish, uning buyukligini tunib yetish, uning yuksakligini, keng ko'lamlikini tunib yetish bilan bo'ladi. Ya'ni fikrini bilish va uningga ishonish birinchi shart. Illallazina amanu. İkinci mesele ayetteki, ikinci mesele ve amilus salihattan çıkarıvatıdı fikrininki muvaffaqiyat qazanışga ibaradigan en yaxşısını izleş. Taharri afdalul a'malki en yaxşısını qilish. Ve amilus salihat. Yaxşı iş dedi ya ayette. Çünkü işler fe innel a'mal işler tetafadal, özara farqlanadi. Ve tahtalif derajatuha. Onun dereceleri farqlanadi. Eğer zürür bo'lgan ish zavab kesse vastu'iza anhu bil haji, o zürür ishning o'rniga odatdagi ehtiyojlik ishlar uning o'rnini egallasa yoki ehtiyojlik ishning o'rnini bir go'zallikka ifoda qiladigan ishlar egallab kessa, uch atalg'u bet sal turib tushuntirib qo'ymana fa inna fi zalika khalalan kabira. Buningda bek cho'ng chatoq chiqadi. Noğandikin işlarning yaxshi bo'lishi, fikrlarning utuq qazanishning sharti. Undan başqa inson yastaqimu indal inson, shu vaqtida insonning qarshida bir narsaga bo'lgan qarash va ish to'g'ri bo'ladi. Ya'ni zarurat, hojiyat, tahsinat deb uchta gap chiqdi. Daruriy, hoji, tahsin dedi ya. İslam maqasidlarida ishni uchga bo'ladi. Birisi darurat deydi. Darurat degan bo'lmaydigan narsa. İnson uchun darurat, inson agar u olmasa yashamaydigan narsa darurat bo'ladi. Bir jamiyat uchun darurat, u olmasa shu jamiyat yoqib tushsa bu darurat bo'ladi. Bir davlat uchun darurat, shu olmasa davlat yoqib tushsa bu darurat bo'ladi. Hojiyat degani u bo'lmasimi anda yo'qib ketmaydi, vayron bo'lmaydi, ammo qiynalib qoladi. Tahsinat degani bir hamma ishni tugab bunda mukammallik darajasiga. Buni misolga olsam, qattiq sovuqda o'yin bo'lsa odam to'nglab o'lib qoladi. Shundami? O'yning bo'lishi zaruriy. Endi o'yning ishida bir suv olmasa, tok olmasa qiynalib qoladi. Suv, tok o'yninki hojiyatlari. Andikin suv, tok insonga normal ketarliklar hammasi bo'lib bo'lgandan keyin o'yning iyabiyalarini zinatlash. Masalan, zinat taxtlarini iyabiyaga esish, chiroqning rangi-ranglarini esish degandek narsa tahsiniy bo'ladi. Shu asosda gap qo'yadi abdur yani. Yani çokum en muhim bo'lgan taraflar ko'ngil bo'linish kerak demoqchi. Oyatdagi ikkinchisi va amilus solihatın elvatgan tushunchasi abdurninki. Üçüncü mesele va tawasaw bil haqq degan qismi va oyatninki haqiqatga o'zar tavsiya qilish. Haqiqatga tavsiya qilish degan nima desanglar, ya'ni bugun kundagi oyatni biz tilga olgan shura dedik ya, maslahat dedik, kengash dedik ya, shu boshqa narsa emas. Shura bir yerga kelsa, kengash olsa, men o'zimning ko'nglimdagini deyman. Bu bir haqiqat. Yana birisi o'zining ko'nglidagini deydi. Chunki aytdiki va tawasawdagi tawasaw filisini hamma arabcha o'qib bilasizlar. Tafa'ala babi bir adam qiladigan ish emas. Ko'p adam qiladigan ish. Davomliq mendan boshqalar olmaydi. Boshqalardan menga bo'ladi, mendan boshqa bo'ladi. A B ga qiladi, B C ga qiladi, C C ga qiladi, mush shaklda bo'ladi. Ba'zi xatochilik va tawasaw bil haq deb davomliq o'zi vasiyat qiluvchi, boshqalar anglag'uvchi unday ish yo'q. Bir adam degan mutlaq hamma jihatda yuksak o'ringa chiqolmaydi yoki aktiv o'ringa chiqolmaydi. Chuqum sen menga qilsan, men senga qilaman. Mana bu va tawasaw. Sen davomli boshqalarga vaziyat qildigan odam bo'lib qolsang, va tawasaw olmaydi vaqtda. Shu abturda o'tib bu yerda fattawasi bil haq, haqiqatga tavsiya qilish deganimiz
kişilerden bir top içinde an buludu. Anda yalğızdan da bulmaydı ki bular fikirlerini almıştırdı, göz kararlarını özara almıştırdı. Ana aşo insan kişi özüge yardım beradigan kişiге ihtiyaç oladigan kenglemli bir şura, kengaşning ma'nosi şu. Qanaqdir bir partiyaga yoki gruppalardan bir gruppaga qarashliq emas, yoki jamoatlardan bir jamoatga qarashliq emas. Hammadan o'z yog'ini buldigan narsa. Bir narsa shuni aytamizlar qarindoshlar ishlaydi. Oddiy emas o. Unda bir deb tutgan gap emas, vatavaso bil haq degan gap. Na cho'ng gap bu, bir davlat qurilishi o. Bir davlatning asosi bo'lgan kengash o. Hozir haq atvagan bo'lg'achqa atuqimiz kelmaydi, ammo bugungi masalan parlament, millat vakillari gerçi xarakteri onun uçmusun, lekin şekil cəhətdə bu şəkilgə maskılıdır məsələn. Ayda bir cəmiyyətdəki, hər saha qalamdakı əhlil hall və aqd bir yerə kelib, özünün göz qarashlarını oturuq qoyub, mao toğrusu, mao xatası deb deyişib, muşunun hamısı və tavaso bil haqq oludu. Amma bu və tavaso bil haqq bolğandan keyin nima iş oludu desəңlər bir yerdə bir toqunuş çıxdı məsələn. Sizin gepinge mənim düşməydigan yerim çıxdı, ko'ngillar azayaydı. Andıgın tusalgılar payda olurdu. Ahırgı çıdatmamış gerek. Ki ve tavasav biz sabrı. Sabrını biz Uygurcadaki seber tercüme kılsak yaman uruklap kaladı bu tercüme. Çıdaş, berdaşlık bir işte tercüme kılsanlar bence biraz muvaffak olurdu. Çünkü bu büyük güllünüş, oygunuş planı başka arkanda bir okşaş çıdaşlıkka, acayip düzentallıkka ihtiyacı var. Sabrı, ey sabrı diyen yapma tekit. Çıdaş ve acayip çıdaş ve ile tahammül berdaşlık biriş ve ey tahammül ki kattık berdaşlık biriş. Ma tekitçima kattık berdaşlık biriş. Çünkü büyük fikirlerinin futuqı adamda arzularlam kemer. Öyle oturup maçta kılsa kul diye bombaydı o. Fakat açık, iğir işler olamadı ki adam onu yaman gördü. Tokriho'nun nüfusuyla gap zaten hiç kimden mesela öyle bugün gün ortada bazı gaplarni shunchalik degimiz var ki qo'rqib demaymiz hamda. Chunki desak yo gap anglaymiz yoki binas bo'ladi ish qilibchi. Mushu bizdan ojizligimiz, mushu qilmayapmiz. Bunda bir she'r var. "Ve men yetahayyabu su'udal jibali ya'ishu abadad dahr baynal hufari." Kimki taqqa chiqishdan qo'rqsa, mengu o'raklarning orasida yashaydi. Shu ahırda Abdur güllünüş, oygunuş hareketlerindeki kadem basqıçlarını biraz bizge tushunib qo'ymoqchi bu keyingi dars, ammo keyingi darsga bir muqaddima sifatida hozir gap tugidi hamda keyingi dars mishatning boshlanadi. Bunda bir ko'zimizdan ko'rib o'tib ketib qolayli, keyingi darsga muqaddima sifatida olsun. Oygunuş hareketleri bir zincirsimon bir yurish xizmatlarini besib o'tadi. Bu avval sahva ve yakda yani oygunuş basqıçının başlanıdı. Güllünüş şekilde namayanda buludu ki ondan keyin avatlık yoki maddi görünüşlerdeki hadaret haletleri ondan keyin tug'iladi deb kelib manda bir shakllarni sizibdi. Avval inson sahva bo'lib uyg'onadi, ondan keyin rasmiy uyqusi echiladi yoqda. Ondan keyin o'rnidan dast turdi, nahda degan gülünç dast turish degan gap. Ondan keyin dast tug'andan keyin bir ish qiladi-da, shu ishning natijasida hadarat maydoniga keladi. Chunki amaliy ish maydoniga keladi. Bunda manda bir istiqlollanib yana Hamas degani odamning qizg'inligi, davomli odamni ustiga ishtirib turadi. Odamning rushdisi, to'g'ri ko'z qarashlari bet ustiga chiqib ketgili qo'ymay, bas pastga tushib ketgili qo'ymay, insonni o'tirida normal holatda tutib turadi deydi. Kelasi soatlik darsimiz inshaalloh as-sahva degan hukmdan boshlanadi. Bugun vaqtimiz to'shib qoldi, yani 6 minut qoldi. 6 minutda dars o'qib bo'lmaydi, shu mashada to'xtaylik. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.